Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Biz o'tgan safargi videoroliklarimizda markazimizda qo'lyozma kitoblar restavratsiyasi ish boshlaganligini ma'lum qilgan edik. Darhaqiqat biz markazimizda qo'lyozma kitoblar restavratsiyasi o'z ish faoliyatini boshladi. Bu albatta bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Biz ayni damda bu qo'lyozma kitoblarni quruq tozalash ishlari, ya'ni chang va g'uborlardan tozalash ishlarini amalga oshirmoqdamiz. Bu nima uchun muhim? Bu bizning fondimizga kelib tushgan qo'lyozma kitoblarni biz to'g'ridan-to'g'ri restavratsiya qila olmaymiz. Chunki bu kitoblar xalqimizning qo'lida necha yillardan beri, necha asrlardan beri hattoki turli xil yo'llar bilan saqlab kelingan. Ba'zilari devorlarning orasida, ba'zilari tuproqlarga, hattoki qabrlarning orasiga ko'mish orqali saqlab kelinganligi bois u kitoblarning ichida, kitoblarning ichini ochib qaraydigan bo'lsak, tuproqlarning borligi, turli xil zarar kunandalarni, kitobga zarar beruvchi turli xil mikroelementlarning borligi ham biz bu kitoblarni to'g'ridan-to'g'ri restavratsiya qila olmasligimizga dalil bo'ladi. Shuning uchun dastlab biz bularni restavratsiyani birinchi bosqich desak ham bo'ladi, bu konservatsiya ishlari, ya'ni quruq tozalash ishlari. Bu jarayonda biz kitoblarni maxsus chang yutgichimiz orqali uni orasidagi tuproqlarni, kitobga zarar beruvchi zarar kunanda jismlarni va hattoki kitoblar namda suv tortib, suvda nam tortib qolganligi bois bu kitoblar bir-biriga yopishib, mog'orlab ketgan holatlari ham bor va ana shulardan turli xil dog'lar qoladi, turli xil chang g'uborlar bor. Shularni ham hattoki maxsus apparat yordamida, ular moslamalar yordamida changlardan, g'uborlardan tozalanib, ular keyin restavratsiyaga tayyor bo'ladi. Shuning uchun restavratsiya qilishdan avval mana shunday tozalash, ya'ni quruq tozalash ishlarini amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bundan tashqari, qo'lyozma kitoblarni mana shu quruq tozalash ishlari nafaqat restavratsiya qilish uchun, balki ularni elektron nusxasini yaratish uchun ham xalaqit beradi. Misol uchun aytadigan bo'lsak, bir manbani, bir kitobni oladigan bo'lsak, uni elektron bazasini yaratmoqchi bo'lsak, u kitob deylik har xil holda saqlangan, ichida tuproq bor, chang bor, g'uborlar bor, o'sha namdan zararlanganligi uchun mog'orlab bir-biriga yopishib ketgan holatlari, u kitobni ochganimizda, elektron nusxasini yaratmoqchi bo'lganimizda, uni kitobning ichidagi asosiy matn qismi bor. O'sha matn qismi hattoki shunday kitoblar borki, yozuvini o'qib bo'lmaydigan holatlari ham kuzatilyapti. Shuning uchun bu maxsus chang yutgichlar orqali ularni tozalanib, ular tozalanadi va shundan keyin kitob toza holga kelgandan keyin bemalol uni o'sha elektron nusxalarni ham yaratishimiz mumkin bo'ladi. Shu tariqa bizda mana shu qo'lyozma kitoblarni tozalash ishlari davom etmoqda. Bu jarayonlarni biz ya'ni konservatsiya jarayoni ham deb aytishimiz mumkin. O'zi konservatsiya degani kitobni saqlash, ya'ni muhofaza qilish degani bo'ladi. Bu jarayonlarni ham, ya'ni tozalash ishlarini ham biz konservatsiya jarayoni deyishimiz mumkin. Negaki bu kitoblarni saqlashda bu kitoblarni orasidagi zarar kunandalardan tozalash ham aynan saqlashga, kitoblarni asrashga, saqlashga qo'yilgan dastlabki qadam hisoblanadi. Hurmatli kuzatuvchilar, bizni kuzatishda davom eting. Navbatdagi videoroliklarimizda biz mana shu fondimizdagi qo'lyozma manbalarni aynan restavratsiya qilish bo'yicha yana bir qator ma'lumotlarni berib boramiz.